Azamat, buloyning chilasi yo'q jira. Simen qo'sh. Usta bo'lma ishlayapman-ku, bitta o'zida kelib qo'sharing. O'zim qo'shaymi hozir? Usta bo'lib men qo'shaymi simen? Hay, men aralashtirayapman-ku, bekor ayttiribsiz qo'sharing. Azamat, men sana 100% xafa bo'ldim. O'zing ishlayver, yalpay. Ketdim men. Xafa bo'lmang, usta bo'l, o'zim olib kelaman. Azamat, nima usta bo'lsani xafa bo'lyapti? Aka, e'tibor bermang, usta bo'l chaqirsanglar faqat mendan xafa bo'ladi. O'rmang usta bo'l. Azamat bor kiyimlaringni almashib kel. Ush kiyim bilan ishlayman. Biz to'yga kiyib boramiz. Bunaqa kiyimlarni. Yangi kiyim olaymi? Ha? Men sendan xafaman Azamat. Yana nimaga? Biz ham anaqa changga botib yuraylik. Bizga olib bermang. Jonga ham tegdingiz, xafaman deb. Yuring sizga ham unaman. Usta bo'l, mana yarashibdi-ku. Endi xafa bo'lmaysiz mendan. Xafa bo'lolma Azamat. Nimaga? O'zingga qara qimmat narsalarni olgansan, menga tuttalarni kiygizib qo'ygansan. Qo'y. Bu qimmat emas, skidga tushgan 49 ming so'm usta bo'l. Sizning lukingiz qimmat. Usta bo'l, 250 ming, 300 ming sotilgan pinkalar hozir skidga 129 ming so'mdan sotilyapti. Oling to'ymaniki kiyib borasiz. Savdo so'rashga o'zi olishim kerak. Aramoda magazinda 1 yoshga to'lgani munosabati bilan katta aksiya ketyapti. Hamma kiyimlar arzon bo'lib ketgan. Arzon deysan, bitta futbolka mana 150 ming deb qo'yibdi-ku. Usta bo'l, futbolkalarga 1+1 aksiyasi ketyapti. 150 mingga ikkita olsa bo'ladi. Ha, ikkita olsa. Usta bo'l, magazinda birinchi etajga ayollarning kiyimlari ham bor ekan. Bularga polni skidga tushibdi hammasiga. Mana shuni keliningizga yo'llamda 90 ming so'm ekan, qarang. Yama xafa qildi. Nimaga? Men olmayapman-ku. Ha, bo'ldi. Siz ham olmaysiz, men ham olmayman. Ketdik, yuring. Hurmatli mijoz, siz mijozlar o'rtasida o'tkazilayotgan o'yinimizning ishtirokchisiga aylandingiz. Bunda 3-o'ringa 300 ming, 2-o'ringa 600 ming va 1-o'ringa 1 millionlik vaucherlarimiz qo'yilgan. Siz ushbu vaucherlarimizdan birining g'olibi bo'lishingiz mumkin. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Usta bo'l, boshlab bering, obed qilaylik. Ishtaham yo'q, xafaman sendan. Usta bo'l, nima gapisiz? Yana nima qildim sizga? Ana u 1 millionlik vaucherga men ishtirok eta olmadim. Sen qatnashding. Men sendan xafaman, 100% xafaman.